Hozir Karako'y sohilida biz va bu yerdagi o'zbeklar bilan tanishib, bu yerdagi Turkiyadagi holatlar haqida ma'lumot olamiz. Hozir bir o'zbek vatandoshimiz bilan to'g'ri kelib qoldik. Bu kishidan intervyu olishga ruxsat so'radik, ruxsat berdilar. Hozir bu kishidan so'raymiz Turkiyadagi holatlar haqida. Turkiyada ishlaysizmi, yo'q, qilgani keldingizmi, yo dam olishgami, aylanishgami? Turkiyaga endi ishlashga keldik asosiysi. Turkiyaga ishlashga keldingiz. Hozir bu yerda ishlasangiz, eng kam oylik ish haqi qancha va siz qancha oylik qozonyapsiz? Endi oylik eng kami 25 ming deyishadi. Endi biz 30 mingga ishlayapmiz. 25 ming oylik taxminan 650 dollarga to'g'ri keladi va 650 dollar 700 dollar nima olinsa, oylik olinsa, uy xarajatlari, fatura, telefon, boshqa xarajatlaringizga qancha pul sarflaysiz? Endi uy xarajat, fatura xarajatlarga o'rtacha 300-200 dollar sarflaymiz. Taxminan telefon, yeb-ichish, uy ijarasi hammasiga. Taxminan. Hammasiga, ya'ni uy xarajatlari, kommunalka, telefon, aylanish, butun oziq-ovqat hammasiga taxminan 250-300 dollar atrofida sarflar ekanlar. Bu degani yana 700 bo'lsa, sizni sof daromadingiz taxminan 400 dollarga teng bo'ladi. Turkiyadan mamnunmisiz? Yashash sharoitlari, nimalar haqida nima deya olasiz? Ya'ni vatandoshlarimiz kelib bu yerga ishlashligini tavsiya qilasizmi yoki Rossiyaga ketsinmi yoki Yevropaga harakat qilsinmi? Nima deysizmi siz? Endi xohishi bo'lganlar kelib ishlasin. Turkiya sharoiti zo'r, go'zal davlat. Ya'ni kelsa ish topa oladi, oson topa oladimi yo mutaxassis bo'lganlar kelsinmi? Yo'q, ish topish oson. Osonmi? Topiladi. Endi ilojini ko'rsa hamma narsa bo'ladi. Yo'lini bilgan topilsa kerak. Chunki bizda hozir ijtimoiy tarmoqda video qo'ydik, ko'p shikoyatlar kelyapti-da, ya'ni ish yo'q, ya'ni nimaga unaqa deyapsiz? Ya'ni ish topsa bo'ladi, ya'ni yo'lini bilgan. Ha, ish topsa bo'ladi, yo'lini bilgan. Ishlab ketsa bo'ladi. Ya'ni yo'lini bilgan odam kelaversin, Turkiyada kelib yaxshigina ish va maosh qozonishi mumkin. Eng kam deganda 300 dollar, 400 dollar qozona oladi.